Qadrli tomoshabinlar, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, endi programmamizning eng halqali bosqichiga yetib keldik. Ya'ni ta'laylik abon va ta'laylik tomoshabinlarimizni tanlash bosqichi. Ekran oldidagi qadrli ko'rman, agar siz programmamizga sirtdan qatnashmoqchi bo'lsangiz, ko'chma xabarlash abonent bo'lsangiz 125 903 318 ga, birlashma xabarlash abonent bo'lsangiz 101 565 318 ga, telegraf abonent bo'lsangiz 168 66 914 ga bevosita telefon qilsangiz kutgan javobga erisha olasiz. Agar siz tor orqali programmamizga qatnashmoqchi bo'lsangiz www.chekit.uyg'ur.cn ga kirib Nava sayfasini cheksangiz bo'ladi. Masala so'rash telefoni 0991 29 22 567. Shundaq, agar siz qisqacha yo'llash shakli orqali programmamizga naqsha va naqshlarni baholash faoliyatiga qatnashmoqchi bo'lsangiz, ko'chma xabarlash abonentlari A, G harfining kayniga naqsh rad nomerini qo'shib, buni uchur mazmuni qilib 05188 numaraga yo'llasanlar bo'ldi. Birlashma xabarlash abonentlari bo'lsa, T harfining kayniga naqshrat numerini qo'shib, masalan, naqshrat numeri 001 yoki 007 bo'lsa, mana shu tartib bo'yicha ekran ostida ko'rinib turdi. Naqshrat numerini harfning kayniga qo'shib, buni uchur mazmuni qilib 8919 118 numaraga telegraf abonentlari bo'lsa, bevosita naqshrat numerini 91 223 numaraga yo'llasanlar bo'ladi. Nima qarab tursiz? Darhol telefoningizni qo'lingizga olib, qisqacha yo'llang. Xo'sh, tomoshabinlarimiz oldi bilan ta'laylik abonentlarimizni tanlab chiqayli. Cho'ng ekranimizga marhamat. Boshlandi. 90 mana 139 kaynidagi 4 xonasi 1301 muborak bo'lsin. Diqqat! Aylansin. 90. Mana 135 kaynidagi 4 xonasi 4242 muborak bo'lsin. Diqqat! Aylansin. 90. 158 kaynidagi 4 xonasi 2580 muborak bo'lsin. 3 ta'laylik abonentlar. Sizlarni qutlaymiz. Xo'sh, endi ta'laylik tomoshabinlarimiz oldinlarga men baray. Endi biz ta'laylik tomoshabinimizni tanlab chiqamiz. O'xshashlar sizlarning o'tirayotgan o'rin rad nomeringlar mush ekranimizda to'xtamasdan aylandi. Ash qo'linglardagi bilet nomeriga asosan sahnimizga chiqsanglar bo'ladi. Ta'laylik tomoshabin bayatdan tanlangan ta'laylik ko'rermanga vakolatan o'zining ta'lini sinaydi. Agar chiqsa, har ishqinglarga o'xshash mukofot bor. Agar chiqmasa, kechiringlar. Sizlarga mi yo'q, ta'laylik ko'rermanimizga mi yo'q. Sizlarga omad utuq tilaymiz. Boshlandik Qaysar. Ma'qul. Men boshlandi deyman. Qaysarlar ta'limini sinaysizlar? Hech qaysonlar ta'limdan sinig'inglar yo'qmi? Tavakkul qilib boqinglar yo'qmi? Sizmi? Xo'sh. Men boshlandi deyman. To'xtasin degan o'zingiz deysiz, a? Ta'limingiz kelamdi, kelmamdi. Diqqat. Aylansin. 13-chi nomor. 13-chi o'rin. Muborak bo'lsin. Marhamat, sahnimizga marhamat. Marhamat. Ta'laydigan ajoyib narsa, yine agib o'tib ketib qoldi emasmi? Afsus. Bu gunoh menda emas-chimi? Xo'sh, endi atrofga o'taman. Diqqat. Sahnimizga marhamat. Aylansin. Yaxshimisiz? 5-chi rad 31-chi o'rin. Muborak bo'lsin, qanday sahnimizga marhamat. Afsus. Ta'lingiz oldingizga keldi. Bunga diqqat qiling. Yana kim bor ta'linsini o'ttirdi kiratni hech kim sinmadim deyman. Qaysonlar bor? Mukofot buyumimiz 5 chiqchimi? Hammamiz yoshlar bo'lgandan keyin jur'at qilib baqaylik do'stlar. Jur'atlik bo'linglar. Diqqat. Boshlansin. 90. 8-chi rad 10-chi o'rin. Marhamat. Muborak bo'lsin. Endi bu yoqqa. Endi Mahira mukofot buyumlarini taqdirdi.
5-ci rəd 13-cü orundan çıxan tələylik tamaşabinimiz. Siz yan telefon numara 139 axırqı tötxan numara 1301 bolğan tələylik görünmənimiz üçün tələyinizini sınab görün. Mana bu bir qatar taxtalarının kəynində təlay markaları var. Qani sınab görün. 5-ci rəd 13-cü orundan çıxan tamaşabinimiz. Mərhəmət. Qaysını tanlaysınız? Serdarmı, Alpakmı, Qozanmı? Yulduzmu, Ayxinimmi? Ayxinim. Ayxinim süzük çıray. Qani talay markası ne lan? Şirketman yana. Oqbaqaylı ya. Mübarek olsun. Siz bu qitimliq nava programımızın talaylik qatnaşçısı boldunuz. Sizin Şinjan Janan Soda Teknik Şirketi təminləyən 500 yan qimmatidagi iste'mol kartasi bilan mukofotlaymiz. Mübarek olsun. Yan telefon numara 139 axırqı tötxan numara 1301 bolğan tələylik görürmənimiz. Sizni qutlaymiz. Sizga ham nava programımız təminləyən Konka markaliq yan telefon bilan Şinjan Janan Soda Teknik Şirketi təminləyən 1000 yan qimmatidagi iste'mol kartasini sovg'a qilamiz. Hamda 5-ci rəd 31-ci orundan çıxan tələylik tamaşabinimiz sizga deyman. Mərhəmət, siz yan telefon numara 135 axırqı tötxan numara 42 bolğan tələylik görünmənimiz üçün qani tələyinlarni sınab görünglar. Qozam. Qani kayindiki xat bor, ya tələylik bo'ldingiz ya bo'lmadingiz degan. Voy, qutlaymiz, muborak bo'lsin. Sizni ham bu qitimliq navo programmasining tələylik qatnaşçısı bo'ldingiz. Biz sizni Şinjan Janan Soda Teknik Şirketi ta'minlagan 500 yuan qimmatidagi iste'mol kartasi bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Muborak bo'lsin. Yan telefon numara 135 axırqı tötxan numara 4242 bolğan tələylik görürmənimiz. Sizni qutlaymiz. Sizga ham nava programmamiz ta'minlagan Konka markaliq yan telefon bilan Şinjan Janan Soda Teknik Şirketi ta'minlagan 1000 yuan qimmatidagi iste'mol kartasini sovg'a qilamiz. Muborak bo'lsin. Qani, o'rin rad numari 5-ci rad 21-ci orundan çıxan. Bugun təlay 5-ci raddakilar ketdi, ha? 5-ci rad 21-ci orundan çıxan tələylik tamaşabinimiz. Qani mərhəmət, siz yan telefon numara 158 axırqı tötxan numara 2580 bolğan tələylik görürmənimiz üçün qani tələyinizni sınab görün. Qaysını tanlaysınız? Yulduz. Abla, o'qiymi, o'qimaymi? Bilib qaldingizmi deyman, o'qitay. Afsus, sizga mukofot bo'yimi chiqmay qoldi. Kelar qitimliq navo programmasining tələylik qatnaşçısı bo'lishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat sizga. Yan telefon numara 158 axirgi tötxan numara 2580 bo'lgan ko'rurmanimiz. Afsus, lekin yana bir fursat bor. Davomli navo programmasiga qatnashib turishni unutib qolmang. Rahmat sizga. Rahmat. Rahmat.